Hammaga salom. Mini vlog Heidelberg shahridan juda ham chiroyli muhit bilan boshlayapmiz. Super. Hozir 3-avtobusga chiqib Old Bridge'ga boramiz. Hozir men Old Bridge'daman va Old Bridge'da shunaqangi atmosfera ajoyib. Hozir yomg'ir tomchilashni boshladi, lekin atmosfera shunaqangi yuqori, sovuq bo'lishiga qaramasdan odamlar ko'p hali ham ko'chada va muhit juda ham chiroyli muhitni tashkil qilgan. Mana ko'rishingiz mumkin naryoqda Old Bridge o'sha va Rhine daryosi o'tib ketgan bu yoqda ajoyib. Naryoqda bo'lsa Castle, ya'ni o'sha qal'a joylashgan hisoblanadi. Juda ham chiroyli ochig'i bu yerda o'sha tabiat to'g'ridan to'g'ri shahar bilan bog'lanib ketgan va yana tabiat davom etadi. Har bitta shaharda bo'lgan kabi Heidelbergda ham o'ziga xos bo'lgan dom, ya'ni burg bor, ya'ni bunaqa cherkov sifat joyi va turistlar bilan to'la hamma joy. Super. Hop, vlog davom etadi. Hozir men Castle, ya'ni o'sha qal'aga qarab chiqib ketyapman. Bunda tepalikka qarab chiqib ketish bo'lgani uchun bu yoq ozgina harakatlanish qiyinroq. Ya'ni chamasi endi 45 gradus emas-ku, 40-45 gradus uchi ostida chiqish kerak. Hozir ko'ramiz. Hop, azizlar, hozir chiqib oldik. Hop. Mana ko'rishingiz mumkin, hammasi bu yon tarafdan ko'rinishi, kirish qismi yo'qda. Ozgina odam charchadi baribir. Ozgina nafas olish qiyinroq va har doimgidek mana bu yerda o'sha qulflar. Aytgancha bitta narsa aytish kerak, Heidelberg bu Germaniyaning romantika shaharlaridan bittasi hisoblanadi, azizlar. Xo'sh, hozir men ayni vaqtda Lind do'konidaman. Ya'ni Lind bu eng katta Germaniyadagi shokolad do'konlaridan bittasi hisoblanadi. Ko'rishingiz mumkin, turli xil shokoladlar bor va ayni vaqtda Pasxa bayrami yaqinlashayotgani uchun barcha yerda quyon shaklidagi shokoladlar keltirilgan va eng qiziqarli narsalardan bittasi ushbu holat, ushbu uskuna Rudolf Lindet tomonidan o'ylab topilgan shokoladni qayta ishlash, shokoladni ishlab chiqarish uskunasi bor. Eng qizig'i, mana bu yerda tuxum, eksklyuziv limitlangan tuxum 90 euro. Agar olish niyatingiz bo'lsa, albatta Heidelberg shahrining Lindet do'koniga tashrif buyurishni unutmang. Heidelbergga kelgandan keyin odamlar nafaqat mana bu eski qasr yoki bo'lmasa boshqa bir tarixiy obyektlarni ko'radi, balki Heidelberg shahridan oqib o'tgan Neckar daryosiga kelishni yaxshi ko'radi. Sokin, shahar shovqinidan uzoq, tinchlantiruvchi daryolardan bittasi hisoblanadi. Inson tabiatga bog'liq, tabiatsiz inson yashash ancha-muncha qiyinlashadi va Germaniyada buni ancha chiroyli va kerakli darajadagi yo'lini topishgan. Ajoyib, juda ham bir chiroyli shahar va odamlari ham o'zgacha, muomalali, kulib turadigan, yaxshi. Heidelberg kelishga arziydigan eng zo'r shaharlardan bittasi. Обязательно kelinglar. Sekin Heidelbergdagi bizani sayohatimiz ham o'z nihoyasiga yetyapti. Va ushbu gullar, chiroyli gullardan bahra olishingiz mumkin.
Ajoyib havo, super atmosfera, ajoyib bo'lgan sayohat va bundan tashqari yana ajoyib bo'lgan yangiliklar. Germaniyada ko'rishguncha, Germaniyadagi yurist obuna bo'lib qo'yinglar.